Quruvchilarning o'zi ham juda ham orzu havasli odamlar ekan. Juda ham zo'r proyekt chiqdi. Qaranglar. Mashinaga zaryad bor, avtomatik darvoza qilingan betga, letniy kuxnya, hovli sanuzel. Mana shunaqa uyimiz, o'zi ham 7 ta xonali, remontlari ham juda ham zo'r. Zeleniy zonasi ham bor. Stul qo'yishga ham joy bor. Bu proyekt bekam ko'z proyekt. Uyga kirib kelishimiz, shunaqa uzun koridor bo'ladi. Chap qo'lda ozgina bitta spalniy xonamiz. Spalniy xonamizda обои ishlatilgan, yangi svejiy remontda panoramli oynalar, o'zini ichida qaranglar sanuzeli bor. Uyimizda o'zi 4 ta sanuzel bor. Srochniy narxda berib yuboraman deyapti. Sababi boshqalikni boshlab qo'yishgan, pulga yechib yoqib berish kerak. Hop, mana bu umumiy sanuzel. O'ng qo'lda oshxonamiz. Oshxonamizga mebellarni ham tayyor qilib qo'yishibdi. Zo'r akkuratini chiqibdi. Bu yoqqa stol qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Mana televizorga qo'yishga ham joy bor. Burchaga xalzimni qo'yib qo'yasizlar. Endi to'g'ri uyimizda oshxonasida o'tirasizlar deya olmayman. Sababi mana bu kichkina детский xonamiz bo'lsa, uyimizda ham bunaqa zali bor. Kelin tushiraman deydiganlarga ham juda ham zo'r. Qaranglar, xuddi shu zaldan tepada yana bitta bor. Bemalol xonani xijolat qilib turasizlar. Zalimiz ham kattagina, panoramli oynalar, yop-yorug' ko'rasizlar. Ikkinchi etajga chiqaylik. Zallari ham mana shunaqa akkuratli oynali shishali qilishibdi. Hop, ikkinchi qavatga ko'tarilsak, o'ng qo'lda mana shu zalimiz, ikkinchi zal. Ikki tomonlama skvozniy oynalarga ega. Kattagina, kamdan kam bo'ladi nimasi ham. Hop, chap qo'lda ham o'ng qo'lda ham xonamiz bor. Bu yana bitta детский xonasi. Mana bu kattalarning yotoqxonasi. Razmerlar chunki sal kattaroq. To'g'ri bo'lsa bitta umumiy sanuzel. Mana kafelar juda ham chiroyli. Sushkalar bor va yana bitta spalniy xonamiz. Quloq xonalari yo'q, ko'rasizlar, hammaga apoylar ishlatilgan, sifat bilan remont qilingan. Tashqarisida bitta ko'rsatamiz endi. Letniy kuxnyaga qaranglar, qozon o'choqlarigacha gazgacha qo'yib qo'yishibdi, tayyor qilib. Hop, mana uyimizning tashqaridan ko'rinishi. O'xshi bir nechta kottejlar tushgan. Shunaqa yo'ldan kirib kelinadi. Mana bu uy birinchi liniyadagi uyimiz ham sotuvda. Ozgina qimmatroq. Buni narxini Srochniga $125,000 ga beraveramiz deyapti. Manzilimiz Ko'ksaroy, Toshkent postidan 2,5 kilometr kiriladi. Katta ko'chadan 500 metrmi kiriladi. Zo'r uchastkamiz, juda ham akkuratli chiqibdi. Ulgurib qolinglar.